Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyadesi de Kacıruz, Washington'da sözleyimiz. Bugün çislağa 2020 yıl 7. ayının 23. günü haftaga Perşembe vaziyetin gap açıdığan bolsa hürmetli vatandaş, tünügün keşte televiziyada şundak değildi, Prezident Trump dedi ki biz tehemi köp konsulxanalarına, yani Cungo'nun konsulxanalarını takayımız. Bu gaptan vazin pek eğer boldu vatandaşlar. Az eski devlet münasebeti şu konsul dercilik elişiş, konsul dercilik birbirini tanqidlashdan ibaret bir jarayon kirdi. Bununga nisbatan Cungo'nun bayonotchilari arka-arkadan bayonot e'lon qilib, norozilik bildirib, Amerika Qo'shma Shtatlarining bu qarorini bekor qilishini talab qilishga boshladi. Biz shuningga munosabat oldi bugungi leksiyalarimizni so'zlaymiz. Shundaqla bugun tushdan keyin Amerika vaqti soat 4 atrofida Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Kaliforniyada sobiq prezident Nixon nomidagi kutubxonada nutq so'zlaydi. Mavzusi kommunizm, yani kommunizm jungusi ve insoniyatning kelgusi. Katta gap vatandaş. Allah xolisa bu nutqdan atigacha xabardor bo'lishimiz mumkin. Şunu biz bugungi leksiyalarni mushu mazmunni yoki mushu vaziyatni davr qilgan holda so'zlaymiz, hurmatli vatandaş. Mavzu mundaq. Konsulxonani taqib etish chegaradan qo'g'lab chiqarishga barobar. Amerika Jungo munosabati xatarlik munosabat bo'lib qoldi. Mavzuda xabar 7. ayning 22. kuni Olma gazetida e'lon qilindi. Bu gazet Shanganda nashr qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Şu yer vaqt 21. kuni kechda Jungo'ning Amerika'nın Houston shahrida turishli konsulxonasida o't afti yuz berdi. Şu yer matbuoti kelik 2. Houston xabar qilib bundoq ko'rsatdi. Soqchi taraf javob qaytarib bu voqeaga balki maxfiy hujjatlarni ko'ydirayotgan bo'lishi mumkin dedi. Aloqador ahvollarga biz dahi erisholmadik deb ko'rsatdi gazet. Aqsaroyning maslahatchisi konsulxonani taqib etish Prezident Trumpning norozi bo'lganligini aks ettirib berdi dedi. Ya'ni Jungo'dan norozi bo'lganligini. Mush 3-4 yildan beriki munosabatlarda axir Prezident Trumpning Jungo'dan norozi bo'lganligini aks ettirib berdi dedi. Aqsaroyning maslahatchisi mundaq hisobladi. Jungo'nun konsulxonasini taqib etish Prezident Trumpning Jungo tarafning Wuhan o'pka yollig'i virusini bir taraf qilish usulidan norozi bo'lganligini aks ettirib berdi. Yuqumli virus bo'lsa hozir butun dunyoga tarqaldi. Amerika Davlat Mahkamasining bayonotchisi Jungo uzun yillardan beri qonunsiz josuslik faoliyatlari bilan shug'ullandi deb ko'rsatdi. Davlat Mahkamasining bir nafar bayonotchisi orqa ko'rinish shaklida Tayvan markaziy agentligiga javob qaytarib, Jungo uzun yillardan beri Amerika amaldorlari Amerika xalqiga qonunsiz josuslik faoliyatlarini qartish bilan shug'ullandi. Masalan, Amerika xalqiga qaratdi, Amerika amaldorlariga va hukumatga qaratdi. Jungo uzun yillardan beri mana shunday josuslik faoliyati bilan shug'ullandi. Xizmatlarga ta'sir ko'rsatdi.
Bu casusluk faaliyetler kölem cəhətdə ve daire cəhətdə ötken bir neçə yılғы seliştirganda təxəmi köpəydi. Bayanatçı mındaq görsətdi. Devlet İşlakatı Mike Pompeo, Federal Tekşiriş İdare Başlığı Christopher Wray ve Amerika Adliye Ministeri William Barr, Katarlık devlet rəhbərləri, Cungo əməldarları Amerika'nın siyasetiga aralashdi deb ko'rsatgan edi. Amerika Cumhuriyetçiler Partisi'de senatörü Marco Rubio bevosita mundaq ko'rsatdi. Cungoning Amerika Hindistonda turishliq boshkonsulxonasi zo'r hajmlik jasusluk markazidir. Allabiron taqilishi kerak edi. Cungo matbuotları mundaq dedi. Cungoning Amerika turishliq elchixonasi oldingi kuni bomba propozitsiyasi topshirib oldi. Cungo Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi mundaq dedi. Men bu xabarni o'tgan tuningi sizlarga yetkazganda ishonmayman degan edim. Qarasam hozir bu xabar endi bargan sir konkretlashishga boshladi ve qayta e'lon qilinishga boshladi. Men buningga endi yana boshqacha ko'z qarashdim vatandosh. Amerika turishliq elchixona emas, bomba propozitsiyasi topshirib oldi. Bloomberg nopozliq kishilardan naql keltirib mundaq ko'rsatdi. Bir qatimliq telefon orqali propozitsiya ishlatish Amerika Sharq vaqti 7-oyning 20-kuni yuz berdi. Cungoning Amerika turishliq bosh elchixonasi viza qo'yib berish o'rni nomeri noma'lum telefon topshirib oldi. Telefon bergicha ko'p qatim telefon berdi. Telefonni qo'lga olgan amon yana telefonni qo'yib etdi. Eng oxirgi bir telefonda bir nafar kishi ingliz tilida mundaq dedi. Cungo elchixonasiga viza berish ishxonasimi bu? Elchixona xizmatchilari javob qaytargandan keyin u kishi mundaq dedi. Sen sizlarning elchixonaning zalida nima bor bilamsizlar? Shundan keyin bu bombaning portlash ovozini doğridi ve telefonni qo'yib etdi. Hozir bu xabar Cungo bosh elchixonasida bo'layotgan ish vatandoshim. Xabarda yana mundaq ko'rsatildi. Cungoning Amerika turishliq elchixonasi 3-oyning 21-kuni o'lim tahdidi yozilgan xat topshirib oldi. Yana mundaq ko'rsatildi. Yaqinda topshirib olgan qo'l bilan yozilgan xatlarda, mashinkada urilgan xatlarda yomon g'arazlik, tillab haqoratlab hujum qiladigan mazmunlar ko'paydi. Mazmuni Kompartiyaga hujum qilish, Cungo Kompartiyasiga hujum qilish, yuqumliq virus qatorliqlardan iborat. Buning uchun Cungoning Amerika turishliq elchixonasi amalliq tadbirlarini kuchaytirdi. Yuqumliq virus deganda yuqumliq virus keltirib chiqargan ofatlar tufayli Cungo elchixonasini tillash degan gibi. Cungo Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Wang Bin mundaq dedi. Amerika Hindistonda turishliq konsulxonamizni taqaydigan bo'ldi. O tanqid qilib mundaq dedi. Amerika öz aldığı Cungo tarafga qo'zg'agan siyosiy ig'vogarchilik, Amerika Cungo munosabatiga qasddan buzg'unchilik qilganlik va intayin qo'pol va yo'lsizlikdir. Davomini anglaysizlar, hurmatli vatandoshlar.